Rabbim şu balasının baxtından, taxtından, kamalından kuanı versin. Şu balanın sünnet toyusunda oturgan ekanmiz, Fars toylarında oturmakam hemmemize nasip etsin. Sağ olsun, selamet olsun, sağ olsa hemmesi bo'laveradi. Katarım Şirin Canaba, şöyle misiniz? Barkamat. Şirin Canaba, şöyle misiniz? Barkamat, apacanım. İki ağız yapalım. Ha, Şirin Canaba, gelin özünüz bu iki ağız. Yaxshi, güzel. Hurmatli do'stlar, mana davrada muhtarama mehmonlarimiz qatorida, muhtarama ayollarimiz safida. Yaxshi. Mana hurmatli ustozimiz, muhtarama murabbiyimiz Sherpajon opamiz o'tiribdilar. Ruxsat bersangiz, bir guruh muhtarama ayollar nomlaridan, bir guruh mana hurmatli ustozlar, murabbiylar nomidan tabrik uchun so'zi Sherpajon opa, keling hurmat bilan siz bersak. Marhamat. Assalomu alaykum davlat qatnashchilari. Mana bugun Hayitjon opam, Rajab boyonlarim xonadonida mana shu nevarasining to'yida o'tirgan ekanmiz. Men Muzaffarni, Salomatni, mana shu o'g'illarning to'yi bilan, Hayitjon opamni, Rajab akamlarni nevaralarining to'yi bilan tabriklayman. Hamma qarindoshlar nomidan. Shu bolaning diplom olgan kechalarida, nikoh to'ylarida o'tirishdan hammamizga nasib qilsin. Ham mana shu xonadonda yaxshi yurib bo'lasin. Katta tashakkur ustoz. Hurmatli do'stlar, ruxsat bersangiz, hozirgi tabrik uchun so'z mana katta anjumanimizni Mirzabeking sunnat to'ylarına bag'ishlangan katta davramizni davraboshi bo'layotgan eng yaxshi xizmat, eng yaxshi to'yona bilan davramizni bezayotgan birinchi to'yimizning muhtarama rahbarlariga, sevimli ammajonlarga beriladi. Albatta, Poshshan opamizning eng yaxshi ilk so'zlari, eng yaxshi tabrik niyatlari albatta sevimli ammajonlar nomlaridan birinchi davramizning davraboshi nomlaridan bo'ladi. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Yana bugun Rajab ukaning Hayitjon gelinining xonadonida katta to'y tantanada o'tiribmiz. Shu fursatdan foydalanib Muzaffarli, Salomat gelinimi hamda qarindosh qo'shnilarni shu to'y bilan tabriklayman. Shu Mirzabekka uzoq umr va sog'lik tilayman. Xudoyim Baba Murat ekan, shu bolaning Fars to'ysidan gelib o'tirganlar Xudoyim ko'rsov ishi beradi. Gapiring. Assalomu alaykum. Bugungi vaqtli kechaning baxtiyor qatnashchilari, uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Mana biz bugun eng yaqin qarindoshimiz, jiyanimiz Mirzabekning sunnat to'yida o'tirgan ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib men hamma xolamlar, ammamlar, hammasi nomidan Mirzabekka uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilash bilan birga baxtli bolalik ham tilayman. Shu qatorda o'qib o'tmoqchiman. Ukaginam Mirzabek baxtli bo'lgasan, ota-onang xizmatiga doim tayyor turgasan. Bugun birinchi to'ying 18 ga yetgasan. Ana o'shanda sen ham kuyov to'ra bo'lgaysan. Onangdek yoring bo'lsin, otangdek kuyov bo'lgin. Omad senga yor bo'lsin, Farhoddek shirin bo'lgin. Mirzabekka uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilayman. Katta tashakkur opajonlar. Hurmatli mehmonlar, bugun mana davrada Muzaffarjon va Salomatjonlarni muhabbatlarining mevasi bo'lgan mana farzandlari Mirzabekni sunnat to'ylari oqshomlari bilan tabriklab, mana davrada Salomatjon uchun aziz bo'lgan, mana hurmatli bo'lgan singillar o'tiribdilar. Ruxsat bersangiz, men tabrik uchun so'zi hurmatli dugonajonlarga bermoqchiman. Mana Muqaddasxon, Marg'ubaxonlar dugonajonlari Salomatjonni tabriklab, Muzaffarjonni muborakbod qilib,
to'y bolamiz Mirzabekni bugungi muborak oqshom bilan sharaflab eng yaxshi niyatlarini izhor qiladilar. Marhamat, Muqaddasxon, marhamat. Assalomu alaykum. Aziz huzurlarga kelgan mehmonlar, mana bugun biz dugonam Salomati o'g'li Mirzabekning qasd to'yida o'tirgan ekanmiz. Men shu fursatdan foydalanib Ro'zg'ora ham oilasini, Hechira ham oilasini, dugonam Salomati Muzaffari shu qutlug' ayyom bilan chin dildan o'zimning nomimdan, sinfdoshlarimiz nomidan tabriklayman. Shu qasd to'yini o'tirgan ekan, qasd to'yini getirib o'tirish hammamizga nasib etsin. Mirzabekka kelajakda aqlli, xushli yigit bo'lib, jamiyatimizga kerakli bir inson bo'lib yetishishini tilab qolaman. Umri uzoq bo'lsin. Mirzabekning sunnat to'yisida o'tirgan ekanmiz. Shu Mirzabekka uzoq umr va sa'odat tilayman. Dugonam salomat. Shu to'y bilan tabriklayman. Iloyim Mirzabek katta Katta rahmat singillar. Hurmatli mehmonlar, albatta mana davrada ko'pchilik do'stlarimiz, albatta ustoz san'atchorimizning sevimli muxlislari albatta mana sabrsizlik bilan navbat kutyaptilar. Albatta davramiz davomida, to'yimiz davomida biz har bir do'stimizni, har bir mehmonimizni bezovta qilmaslikka albatta harakat qilamiz. Albatta davramizda qatnashayotgan, davramizda ishtirok qilayotgan har bir erdoshimizning, har bir qadrdonimizning, har bir yaxshi niyatli insonlarning uylari, xonadonlari albatta shunday to'yxona bo'lishini, uylaringizda shunday yaxshi kunlar, anjumanlar bo'lishini biz juda istaymiz. Oy qomusim kelirdi osmon, yulduzchalar bo'ldi parvona, sayr etaylik jil birga do'stim, ko'nglim seni istar yagona. Kel yulduzlar ko'shalgan yo'ldan, yetaklasin bizni muhabbat, g'amlaringni chiqar ko'ngildan, shod kunlarni eslaylik faqat. Hurmatli do'stlar, ruxsat bersangiz, yana sizning xizmatingizga ustoz san'atchorimiz Bomurdakamiz Hamdamovni yo'llamoqchimiz. Yana tinglab bahramand bo'lasiz. Eng yaxshi qo'shiqlarimiz, eng yaxshi navolarimiz yana siz hurmatli xalqimizga, siz hurmatli do'stlarimizga qamag'on. Marhamat. Bu kalom doğru koy. Organın teyine uyanıp uyanıp. Çıksın şimdi. Şurada kadar. Bunu bu yaka kadar. Naticelerinde size hayat kurarın emesi oladı. Lakin özün nöbetinde yakşı oladı. Koşakların birbirinin içine yapıştırış gerek. Barınca terlik içinde olayıp barış gerek. Peşe düşmezse. Adır ata-ana doğrusunda koşmak şey. Ata-ana devre. Ata-ana hayat bulsa. Bir işten gel, bir işten çıkıp gireyim olsan, buna ne bırakıp devre olamaz. Bir devre kalır. Ata-ana devre. Ata-ana devre alamda acayip devran eken. Bu acayip devranın kadrini bilmegen nadan eken. Kim eğer hürmet gözü birle alarga bakmasa, o kişinin narxı eski tengeden arzan eken. Doğru yolunu görsatib ota-ona farzandiga, otalar farzandga ko'z, onalar mujgon ekan. Ota-onangning duosi bo'lsa boshingda agar, quvvati chin Makkada har oyatli Qur'on ekan. O'z o'yinni gullaridan yayramay qoldi dilim.
ota-ona bo'lmagan havli qaror zindon ekan. Ota-ona axtarib, ilyos junun sahrosida sochlari belga tushib, majnun sifat yurgan ekan. Azizlar, shoir aytmoqchiki, ota-ona hayot qadrini biling. O'tib ketgandan keyin foydasi yo'q demoqchi. Buni bir eshitinglar, yoshlar aytibman buni. Ayol bir yere qarab bir çolaşmaz, sınma çolaşmaz. Yaxshilab bizi bolalar yaxshilab tur. Sultan Alavuddin Muhammed atam, Türkmenli gül kızı Ayçiçek anam, 12. asır başı zamanım, el palvanı Paspan Celaleddin ben, Şah'ın oğlu Sultan Celaleddin ben. Kalayımda natinç oldu zamanı.